Hürmetli vatandaş, bugün sizlere 2021 yıl 11. ayının 26. günü. İki kelime söz, vaziyet ve muhakeme değil. Görüp durursunuz, Tayvan boğuzu. 9. günü Amerika Devlet Meclisi Vekiller Ümüge Tayvan'ı ziyaret kıldı. Bugün 25-26. günü yana 17 nefer Avam Palata azalarından teşkillengen Vekiller Ümüge her bir ayrı planga oturup Tayvan'a düştü. Besim kavet öyle örleğe vatıda. Bunun yarışa hazır pasıp oranı çıkıp kalgan Xitay Kompartiyası neme kalarını bilmey vatıda. Yok orada aytkandık partiya içinde ziddiyet, partiya içinde köreş. Kimdi Xi Jinping'e karşı köreş, Xi Jinping kimdi birisiga karşı köreş. Can Zemin'den çakırıga qancha baldır bolsa shuncha yaxshi. Musha ahvolda qarasingizda Tayvan bo'g'izida hozirla urush portlaydigan bir holatni ko'ralaysiz vatandoshlar. Endi buni qachon qanday portlaydiganlik to'g'risi bir hukm yo'q. Lekin Tayvan bo'g'izining vaziyati musha holga keldi deb faraz qilasiz, yo faraz qilish emas, ko'rib turibsiz. Vaziyat shu ekan. Hozir Litva Jamhuriyati qo'rqmadi. Hiç nimeden korkmay Tayvan nima, hiç nimeden korkmay Cumhur'un Tayvan siyaseti ve Tayvan'ın Litva'da vakaletxana kurganlığı münasebeti. Şunun münasebetli kaldı bugün ende. Hiç nimeden korkmay olimpik murasimine baykut kılış. Emeldarlar, siyaset erbapları, parlament, hükümet erbapları, ten terbiyecilerinin çekilişini, olimpik murasimi ötküzüşüge Beijing'de karıştırıştı. Olimpik murasimi halkara tenterbiye müsabıkası. Bu müsabıka mustabitizm böyle siyaset yürgüzüp atkan devlet ötküzüş. Muhakkabet. Bugün Litva yana sakrap oturuğa çıktı. İsinizde bolsun Litva 1991 yılı Rusya'nın yemirilişinde aktif rol oynayan devlet. Belki Rusya'nın yemirilişinde ot tutaştırılgan devlet deseniz buldu. Gorbachev askeri kısımlarını çıkarıp, destekte aldırıp, tevekkelçilik kılıp Litva Cumhuriyeti ok çıkardı. 7-8 kahraman yeke vatanperver bu ok ile öldü vatandaş. Litvalıklar lekin kayniga bir kadem mi çekilmedi. Onun aksine 3 devletni birleştirip biz başta sizlarga söylagandek 700 kilometr uzunlukta öçürep turup namoyish qilib Moskvani qistab bizning mustaqilligimizni ilan nima e'tirof qilsan yoki biz mustaqil davlatimizni asliga keltiramiz. Chunki Rossiyada oktyabr inqilobi yuz berib 1918 yili Baltik bo'yidagi 3 davlat o'xshashli bir kunda mustaqillik jakarlagan edi. Keyin Qizil Armiya yoki Ikkinchi dunyo urushidan keyin Qizil Armiya urushi mezgilida Qizil Armiya besib ko'rib Litvani besib oldi. Buning ustiga buning sabab bo'lgani 1939-yil tuzilgan Rus-German shartnomasi. Bu shartnoma bo'yicha 40-41 yillarda urush boshlanish harpisida Litvani, Polshani bu ikki davlat Germaniya, Rossiya bo'lishib olgan edi vatandosh. Bugün şu Litva 91 yılı birinci olup müstakillikni asliga keltirish xitobnomasi ko'tarib chiqdi va Rossiyaning parchalanishida Yevropada emas butun dunyoda avangard davlat bo'lib qoldi. Bugün bu Litva hozir Tayvan bo'g'oziga kirib keldi. Kompartiyani biqiniga kirib keldi. G'idiqlashga boshladi kompartiyani. Birinchi olup hozir baş elçi derecilik münasebet Tayvan bilen Litva oturuyor. Cumhur oturusuna baş elçi derecilik münasebetinin derecesi düşürülüp vakaletxana o'rniga uçurup kaldı. Vakaletxana o'rniga uçup kaldı. Yani bir qatımla hareket bulduğun bolsa bu diplomatik münasebet üzülürdü degan gap hurmatli vatandosh. Ani şu Litva bugün olimpik murosimi to'g'risi ifoda bildirdi. Tayvanga 17 nefer Amerika Devlet Meclisi Avam Palatasının vekilleri her bir ayrı planga o'ltirib yana tushdi. Qani Cumhur Kompartiyasi biz başta aytgandak mijozing'iz qanday? Vaziyatingiz qanday? Sizden kolunuzdan teşebbüskarlık allaqachon ketib oldu mo'sha chataq. Teşebbüskarlık ketgandan keyin qudratli armiya, qudratli partiya, qudratli xalq degan qudratli kuchlarning o'zi tarmar bo'lishga yuzlangan bu. Eng katta huquq teşebbüskarlık huquqidir. Her qanday ishda, her qanday kurashda, her qanday tashkilotlararo kurashda
ve yaka partiyalar kurashda tashabbuskorlik bu hal qolg'uch amildir. Tashabbuskorlik hamiyada o'ng'ayli kelaveradigan narsa emas, vatandosh, mana ko'rdingiz. Amerika Qo'shma Shtatlari, G'arb dunyosi tashabbuskor o'rin. Tayvan bo'g'ozi vaziyat tashabbuskor o'rin chiqdi. Jungo qadamma-qadam ilgarilayotdi, qorish turib emas, qadamma-qadam chekinyapti, nima qilarini bilmayapti deb flash chiqasiniz bo'ldi. Uningdagi arliqli vatandoshlar biz hukumat Arkerozning xabaridan naql elib, tahlil qilib, hozir Qumol viloyatida Uyg'uristonning raketa atom qurollari bazasi quryapti. Taklamakan cho'lligida ikki avomatga Amerika avomatkasi suratini elib, tahliliy harbiy manevr elib bordi degan edi vatandoshim. Bugun Abdurahim Hojim vatandoshimizdan kelgan bir xabarga qaraganda hem kulgulik hem ishonchli xabar. Hozir Xitoylar qoch. Uyg'uristondan qochga 1979-yili 3-oylarda hozirgi Cho'chak viloyati, Bo'rtala viloyati, Oltoy, G'ulji tomondan Qo'rg'ostin men. Qoch. Xitoy qochdi voqeasi. Buni rahmatlik Abdukim Baqi kitobida yozgan edi. Xitoy qochdi voqeasi. Hatto minib ketayotgan qo'ng'idagi velosipedni tashlab etib, piyoda qochdi voqeasi. Bugun dal shu Xitoy qochdi voqeasi hozir Uyg'uristonda umumyuzlik boshdan deydigan xabarni Abdurahim Hojim afandimdan angladim bugun atdiganda. Bu to'g'ri dedim. Hissiyotim bilan to'g'ri dedim vatandoshim. Aqliy yakun chiqarganda Xitoy degan millatning xarakteri bilan uning qilayotgan ishini birlashtirganda va yoki Xitoy degan millatning xarakteri bilan uning cho'ngchiligini, uning popozisini, uning hakovirligini, uning ko'rangligini birlashtirganda tag-tagdan aytganda Xitoy millati qo'rqanchoq millat to'bata. Şuna men 100% to'g'ri, 100% to'g'ri bu xabar deb aytaman hurmatli vatandoshlar. Bugun bu Urumchidan butun Uyg'uristonda qochayotgan Xitoy qochdi voqeasida oldi bilan qochayotgan hukumat organlari, iqtisod moliya organlari, shirkat-pirkatlari, mo'sha o'rinlarda ishlayotgan amaldor Xitoylar. Amaldor Xitoylar qochishga boshlagan gap hurmatli vatandosh. Bu tomoshani ko'rmaysiz. Furalar oyoq tiqilib amaldor Xitoylar qochishga boshlagan. Mana bu nima deymiz? Bir vaziyatning o'rinlashtirishi ondan Xudoning qo'lim. Xudoning o'rinlashtirishi mashina bo'ldi. Vatandoshim, siz ta qo'lingizni bir daschilikni chelib taraq qilmay turib, bu o'tirg'i chiqib Xitoy sen nereden kelding demay turib hozir Xitoy o'zi manevr o'tkazib, bu manevrdan qo'rqib ketgan Xitoylar Urumchidan ya butun Uyg'uristonda qochishga boshladi.